$3000 remontga kam summa emas. Shu video 100 mingta like yig'ilsa, shu proyektga investitsiya qilamiz. Assalomu alaykum. Как вы, Lutfulla aka? O'tgan kunida taksi chaqiruvdim va Lutfulla aka bilan bitta rosa muhim tadbirga bordik. Сколько я бы мог вам заплатить сегодня, что вы больше не работали и со мной провели вечер? 600 тысяч я вам закинул для начала. $100 вам еще сверху того, что я дал. Va o'sha kunida men bilib oldim, Lutfulla aka taksist emas ekan, Lutfulla aka avto mexanik master ekan. У проекта бор. Вот здесь вот этот Mercedes лимузин шестидверный. Я просто в шоке. Шок там, а? To'g'risi aytsam. Va shu история endi qoldirmayman. Men bugun keldim, чтобы вам перевести через PayMe. Можно, пожалуйста? Я вам перевожу через PayMe сейчас $1,5 миллиона сум. Еще. $3000 remontga kam summa emas. Agar shu video 100 mingta like yig'ilsa, men yo'lni topaman va shu proyektga addushi tikamiz. Investitsiya qilamiz va shu proyekt Xudo xohlasa yo'lni topib olib, shu mashina bilan birga qanaqadir keyingi muhim tadbirga boraveramiz. Увидимся. Надеюсь, наберет ролик 100 тысяч лайков, честно. Дай бог. Увидимся в следующем выпуске.